Ye, atamanlar ketdi-ku. Ayajon, bizlar mehmonga keldik. O'ldi, aya opam bolalari bilan kelyapti. Pechkaga o'tinni tiqing, uyda 78 gradus qilish kerak. Hozir kichkinasi ham ketdimi? Aha, niday bo'lgan jinchilardan birontasiga kirib deysa, ayanglikka borib kasal qilib kelsan deb quda tarafga bahana tovladi. Men hozir borib turka emas, ko'mir olib kelaman. Hovlimizga ketdi. Kamiyachay. Ye, vaqti ichmaysan, terlab pishib ketsang ham, o'zing uyingga borganda ko'talang yurmaysan, menga desan. Davay, turka deyrasan. Voy, nima beryapsan? Yoqda emasmi? Usti ber. Aya, xolodis istilmaydi-ku. Ey, meni boshimda olib usti berasan. Qaynonang zahar gapini eshitgandan ko'ra, nevaralarim xalidek sho'rva ichgani yaxshi. Aya, siyaman. Obid ko'chada gradus qanaqa? Aha, havo harorati -2. Shamol sharqdan sekundiga 482 km tezlikni esyapti. Inson hayoti uchun xavfli emas, lekin nevaralaringiz tuyma nozligini hisobga olganda bular ketish yutalib qoladi. Nima qilamiz? Gashga olib kelaman. Birinchi TV'ga ketishga tayyor. Nask kiydirdingmi? Ha, 8 qavat. Gamashchi. O'zimnikini bo'lib 200 ga kiydirib berdim. Malades. 2 qavat chapka, 4 qavat jempir, etik kurtka hammasini kiydirdi. Bucha. Obid, mana u deychi. Ana. Ish qilib esonaman uyga yetyapsin-da. Ana, kelin esimga nima deyapti? Har doim shu ahvol. Ayangiznikiga kelasiz, bolalarni kasal qilib ketasiz. Ha, onasini bilsa, o'zlaringizda tomdan tumalib ketsan hech bola qilmaydi. Bola shit katta bo'ladi deydi. Bizlarga kim adashib deb qo'ysa bo'ldi. 3-chi jahon urushi boshlanadi. Sizlarda ham shunaqami?